Mana yetib keldik. Sizlardan 19.000 so'm. Mana 20.000. Tushmaysizlarmi? Qaytimini bermaysizmi? 1000 so'm. 1000 so'm qaytim yo'q edi-da. Shuni o'rniga qo'shiq aytib bersam bo'ladimi? Ha, bo'pti. Eshitaylikchi. Shalola la 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 qolib ketdi-ku qo'limda lola. Bu qo'shig'ingiz 1000 so'mga arzimaydi-yu. Kim ahmoq qilyapsiz? Ey do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Stop. Yurakni ezmang. Sho'xidan ayting. Ha. Bo'pti, sho'xroqdan aytaman, faqat tushib yaxshilab o'ynash kerak-ku. Mayli. Mayli. Ha, boshlang. Uyga borib o'ynaysizlar endi, sog' bo'linglar. Voy. Mashinani men haydab ketay. Aka, bir daqiqaga mumkinmi? Sizga savollarim bor edi. Ha, bemalol. Mashinani erkaklar yaxshi haydaydimi yoki ayollarmi? Albatta ayollar zo'r haydaydi-da. Mana qara uka, ruchnoyni tushirmasdan mashinani hayda olaysanmi? Iloji yo'q uni. Ana, kenaying ruchnoyni tushirmasdan gapga borib kelgan. Mana xotin qara, tezlikda ketyapsan, yo'lingdan tovuq chiqdi, qo'y chiqdi. Nimani bosasan? Ha, albatta tovuqni bosaman. Muchalim qo'y-ku. Yashavosh, tormozni bosmagin, tormozni bosma. Qo'yni bos, molni bos, tovuqni bos, o'zingni bos. Haydovchining yonidagi yo'lovchi remen taqish kerakmi, yo'qmi? Remen? Ha, endi shimi tushib ketadigan bo'lsa taqish kerak. Agar tushib ketmasa, taqmay qo'yaversa ham. Malades. Eshitdingmi uka? Kim yaxshi haydar ekan? Bildim kim yaxshi haydashini. Rahmat. Biz ketdik. Rulga kim o'tiradi? Ha, men? Sog' salomat yetib olaylik-da. Muqaddas ayol. Oching eshikni. Ketamizmi? 2,5 soat ham yo'q bo'ladimi odam? Voy, asabiylashmang. Qarang, makiyajimni Selena Gomeznikidaqa qildirdim. Sochimni ham Selena Gomeznikidaqa qilib kestirdim. Keyin kipriklarimni ham Selena Gomeznikidaqa qildirdim. Ertaga oyligim chiqsa men ham mashinamizga Mersi rulni taqaman. Mersi chexol poligini qo'yaman. Shu narsalarni mashinangizga qo'ydirganingiz bilan bu shaldiroq Araves Mersi bo'lib qolarmidi? Ha, men ham shuni aytaman-da. Ketdik. A? Aka, yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Yordamingiz kerak edi. Я сейчас на работе, потом поговорим. Nima degani? Men hozir ishdaman, keyinroq gaplashamiz. Ha, mayli, uzr, bezovta qilgan bo'lsam. Endi kimdan so'rayman?